Kitob inson tafakkurining xazinasi. Undagi yo'nalishlar, mavzular turlicha. Kitobxonlar ham ruhiy holatlari, qiziqishlardan kelib chiqib hamroh tanlashadi. Badiiy asarlar bugun kitobxonlar orasida keng mutolaa qilinmoqda. O'zbek tilida ilk bora absurd asarlar nashrdan chiqarildi. Taqdimotdan muxbirimiz xabar qiladi. Kitoblarning janrlari xilma-xil. Badiiy roman va she'rlardan tortib, ilmiy ommabop, hujjatli, o'quv metodik va motivatsion asarlargacha. Har bir yo'nalish o'z auditoriyasiga xizmat qiladi. Ammo ularni birlashtiruvchi jihat bitta: o'quvchini o'zgartirish. Nashrdan chiqarilgan asarlar o'zbek kitobxonlari uchun yangi janrda. Absurd dramalar. Bu janr qachon shakllanib ulgurgan? Kitobxon uchun qanday fikrlarni taqdim etadi? Absurd teatr bu 20-asrning 50-60-yillarida jahon adabiyotiga kirib kelgan bir teatr yo'nalishi. Bu yo'nalish bir g'ayri mantiqiy dramaturgiya yo'nalishi sifatida paydo bo'ldi. Absurd drama birinchi navbatda biz o'zimizni o'ylab olishga majbur qiladi. Biz qanaqa yashayapmiz? Nima uchun yashayapmiz? Hayotimizda ma'nosi nima? Mazmunliroq yashashga, hayotni behuda o'tkazib yubormaslikka, mana shu narsalarga xulosalar chiqarishga undaydi deb o'ylayman. Kitob insoniyat tarixidagi eng buyuk kashfiyotlardan biridir. Qadim zamonlarda mixxatda yozilgan asarlar bugun zamonaviy ko'rinishga kelgan. Asrlar o'taveradi, ammo kitobxonlar auditoriyasi o'zgarmaydi. Yangilikka, kreativlikka oshno. Ikkita kitobda jami 11 ta absurd piyesasi jamlangan. Adabiyot ahli, san'at ahli uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan nashrlardan biri deb hisoblayman. Nimagaki, absurd dramalari o'zbek tilida kitob holida birinchi bor chop qilinyapti. Kitob bu vaqt va makonni yengib o'tuvchi ko'prik. Har kuni atigi 15 daqiqa vaqtingizni kitob o'qishga bag'ishlash sizga yangi g'oyalar, chuqur tafakkur va keng dunyoqarash hadya etadi. Demak, hozir tanlagan sahifangiz kelajakdagi o'zingizni shakllantirayotganini unutmang. Kitob o'qishni hozirdan boshlang. Firdavs Qahramonov, Asror Ibrohimov, yoshlar.